porno zavisimi bolalarga bitta video qilyapmiz. O'zini 5 ga 1 urib, o'zini harom qiladi qo'li bilan. Bema'ni kinolar tomosha qiladi. Iltimos tomosha qilmanglar. Mana spor ketyapti, bir narsa bo'ldi. Yo'lda avariya bo'ldi yoki bironta sroshiga vizit chaqirgan. Ana ertalab probkada ketyapmiz. Biz kerakli videolarni qilib tashab qo'yapmiz. Vaqtni bekorga ishlatmash kerak. Har 1 minut, 2 minutmi yoki 10 minutmi o'zingizga faqat ilmingiz uchun, kerakli narsa uchun ishlating. Bolalar ko'p ana shunaqa pornozavisin video tomosha qilib psixik kasal bo'lib qolgan. Uylangan 2 yil, 3 yil bo'ldi, farzandi yo'q. Jinsiy aloqa qilishlar susayib ketgan, 1 minut, 2 minutda tomoq qo'yadi. Ikkinchisiga xohish yo'q. Foizlari 15 ga tushib ketgan, 18 ko'p. Har kuni 2 ta 3 ta spermogram analiz topshiradi. Gormonlari pastga tushib ketgan. Testosteron gormon bor, erkaklik gormoni, bu yotib turish uchun eng kerakli gormon, erkaklik gormoni. Mana shu narsa erkaklarda xohishini ko'taradi. Mana shular tushib ketgan. Nima kerak ana shu? Hammasini yig'ish kerak, pulni yig'ish kerak, energiya, kuchni yig'ish kerak, borib tezroq uylanish kerak. Qancha o'qimagan bo'lsangiz, qancha tez uylansangiz, shuncha yaxshi. Xudo rizqni beradi. Uylangandan keyin rizqingiz 2 barobar, farzandlaringiz so'ragandan keyin 3 barobar ko'payadi rizqingiz. Mana shu uchun harakat qilinglar, mana shu videoni tarqatinglar. Bolalar porno tomosha qilmanglar, energetik ko'p ichmanglar. Spirtli ham mumkin emas, chunki foizini tushirib yuboradi. Rahmat, sog' bo'linglar. O'z fikrlaringizni yozib, mana shu videoni maksimal podelitsiya qilinglar, bolalar ko'rsin, yosh bolalar.